Xo'p, quiz yechishda qanaqa ketma-ketlikda rioya qilish kerakligini mana shu video orqali ko'rib olsalaring bo'ladi. Demak, mana bizni quick linkimiz ustiga bosamiz. Linkka bosgandan so'ng shunaqa ekran ochiladi. Ekran ochilgandan keyin play now degan joy turibdi. Play now ni bosasizlar, bosganlaringdan keyin shu serverga bog'lanadi va start game turibdi bu yoqda. Agar start game ni bosishdan oldin tavsiya beraman mana voice qismini demak kamaytirib qo'yishni, chunki bu yerda hozir inglizcha o'qir ekan, o'zbekcha yozuvni juda ham xunuk eshitiladi. Shuning uchun mana voice qismini pasaytirib qo'yinglar polностью. Muzikani o'zlaringga ixtiyoriy ko'tarib o'rtacha qilib qo'ysalaring bo'ladi. Global mana voice qismini 0 ga tushirish kerak. Keyin start game bosasizlar. Start game bosgandan keyin o'zlaringni ismlaringni qo'yish so'raydi. Допустим, ism yozasizlar. Masalan, Vale yozasizlar. Tak, Vale. Keyin nima qilasizlar? Done deb bosasizlar. Done bosadigan bo'lsalaring, xuddi shunaqa holat boshlanadi. Savolni boshlanib ketish yuzaga keladi.